tarjimon shunaqa insonki, deyaptilar. Boshqa bir tilda yozilgan kitobni o'zini tiliga boshqatdan yozadigan inson deyaptilar. Undan ham oldin turadigan narsa bor. Ya'ni o'sha kitobni oldin tarjima qilishdan oldin, tarjimaga kirishdan oldin o'qib bir xulosaga kelib olish kerak-da. Haqiqatda o'sha aytganingizdek, bizani mentalitetga to'g'ri keladimi yo'qmi? Bu kitobni o'qigan odam nima yutadi va o'qimagan odam nima yutqazadi? Arablarning ichida o'z maqollari bor. Hamma xalqda maqoli bor o'zini. Twitterda umuman o'tkazmasdan tarjima qilsa bo'ladi. Qachonki o'sha o'quvchi o'sha saviyaga chiqsa, birinchi o'rinda biza oldimizga qo'ygan maqsad biza xalqimizga mos, ma'naviyatimizga, qadriyatlarimizga mos kitoblarni tarjima qilish. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aziz muxlislar, tomoshabinlar, yangi bir loyihani boshladik. Bu kitoblar orqasida turadigan, katta mehnat qiladigan insonlar bilan suhbatlar, bu tarjimonlar bilan aynan. Bugungi mehmonimiz Alloh sari 20 bekat kitob tarjimoni Murod akam Shoshi. Aka, yaxshimisiz? Avvalambor yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham chaqirganingiz uchun. Bizni Murod Shoshi deganda kimni tasavvur qilaylik? O'zi Murod Shoshi kim? Endi men o'zi 1992-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Endi bizani yo'nalish boshida bunaqa emasdi. Umuman diniy yo'nalishda arab tili yo'nalishida ketmaganmiz. Keyin shu istek tug'ilib uydagilarga aytganimizda uydagilar qo'llashgan. Madrasaga kirgan paytimda ham ancha yoshim 23 yoshimda madrasaga kirganman. 2015-yilga to'g'ri keladi. Shu bilan keyin shu sohada ketdik, o'qidik, madrasani bitirdik. Madrasani bitirishimiz bilan keyin oliy ma'hadga Imom Buxoriy nomidagi Islom institutiga o'qishga kirdik. O'tda ham shu 4 yil o'qishdan keyin, institutni bitirganimizdan keyin shu tarjima sohasini boshladik. Endi boshladik desak ham to'g'ri bo'lmaydi. Endi o'qish jarayonida o'zi madrasadan boshlangan ustozimiz G'iyos Nahimulloh domla shu bizga kurator bo'lganlar, qiziqtirganlar tarjimaga. Shundan boshlangan qiziqish jarayoni, tarjimaga kirishish. Ma'hadda o'qib yurgan paytlarimizda ham tarjima tugatganmiz. Bir kitob tarjimasini, birinchi kitob. Tushunishim bo'yicha bu yaqindan boshlangan bir faoliyat emas, ya'ni anchadan beri o'qib kelyapsiz tarjimalarni. Anchadan beri to'laqonli kitobni o'sha ma'hadda o'qib yurganimizda qilganmiz. Endi darsda, endi bo'sh vaqtlarda. O'zi tarjima qilish jarayoni yoki tarjima qilish qanaqa kasb? Masalan, men tarjimon deganda muayyan tildan boshqa bir tilga shuna o'girib qo'yadigan insonni tushunar ekanman-da. Keyin boshqa tarjimonlar bilan suhbatlashgandan keyin yo'q, bu umuman bir boshqa dunyo ekanligini his qildim. Ayniqsa masalan, Falaq nashridagi Komron akam bilan gaplashganimizda aytibdilar-da, tarjimon shunaqa insonki, deyaptilar. Boshqa bir tilda yozilgan kitobni o'zini tiliga boshqatdan yozadigan inson deyaptilar. Bu men buni haligacha o'ylab yuribman. Buni qanday tushunishim kerak? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. To'g'ri, fikr bildiribdilar Kamron bey. Men ham shu fikrga qo'shilaman. Endi tarjima deyarli o'sha boshqatdan yozishda baribir o'shani. Chunki har bitta tilda o'zining xususiyati bor. O'ziga yarasha grammatikasi, boshqa narsasi bor. Ya'ni yetkazish uslubi boshqacha. Uni agar so'zma-so'z misol uchun o'giradigan bo'lsak, bir qo'pol narsa chiqib qoladi-da. Ya'ni o'zimizning tilga mos narsa chiqib qoladi. Shuning uchun uni boshqatdan yozish desa ham bo'ladi-da, tarjima. Aytmoqchi bo'lganingiz hissiyotlar, emotsiyalar. U misol uchun o'zini mentalitetiga, o'sha arab tilini o'z xususiyatiga moslab yozganda, endi siz uni o'zbek tilini xususiyatiga moslab o'girib berishingiz kerak-da. Uni o'qigan odam buni arab tilidan tarjima qilingan demasligi kerak-da. Uni xuddi bu odam o'zbek tilida yozgan ekan deyish kerak-da. Uning uchun o'zbek tilini albatta birinchi o'rinda yaxshi bilish kerak. Shuning uchun endi o'z tarjimonlarga ko'p tavsiya qilinadi. O'zimizning buyuk yozuvchilarning kitoblarini o'qish, ko'p o'qish, badiiy asarlarini. Shuning uchun ham ya'ni o'sha holatda, ya'ni xalqqa o'zini xuddi ona tilida yozilgan kitobni yetkazib berish uchun shunaqa tavsiya qilinadi. Tarjimonning vazifasi uni to'g'ri tushunish. Ya'ni to'g'ri tushunsa, keyin uni to'g'ri yetkazib bera oladi. O'qigan narsasini agar noto'g'ri, xato tushunadigan bo'lsa, umuman boshqa ma'noni yetkazib qo'yishi mumkin. Muallif istamagan ma'noni yetkazib qo'yishi mumkin-da.
muallif istagan ma'noni tushunmagandan keyin uni endi aynan o'sha xalqqa, o'sha tilga, qaysi tilga o'girilayotgan bo'lsa, o'shani xususiyatlariga moslab o'girib berish bu tarjimonni ishida. Haqiqiy tarjima shunaqa bo'ladi deb hisoblayman. Bitta misol keltiraman. Hamma xalqda maqoli bor o'zini. Misol uchun arablarda ham men kitoblarda keltiradi. Misol uchun ayrim maqollarni keltiradi. Uni tarjima qilsangiz bizadek anaqaga tushmaydi, so'zma-so'z. Unaqa maqoli yo'q. G'alati gap chiqib qoladi-da. Uni lekin tarjima ko'rib bizadek qaysi maqolga aynan mos keladi. So'zma-so'z bo'lmasligi mumkin. Lekin u muallif nimani yetkazib bermoqchi? Ya'ni nima maqsadni ko'zlagan o'shanga mos gapni topib, maqolni topib, bo'lmasa uni maqolligi ham bilinmay qoladi-da u gapda. Uni o'ziga yarasha o'sha xususiyati, o'shaning uchun o'zbek tilini ham baribir yaxshi bilish kerak. Va asosan o'sha muallifning maqsadini to'g'ri yetkazib berish, tarjimonni birinchi o'rindagi vazifasi. Uni shunchaki o'girish emas. Uni o'girsa muallifni o'zbek tiliga o'girgandan keyin muallifning maqsadi chiqmay qolishi mumkin. Ya'ni kerak bo'lsa qaysidir joyida qisqartirib, qaysidir joyida boshqacharoq so'z bilan ifodalab. U bitta so'z, uni tarjima qilingan so'z arab tilida boshqacha maqsadda ishlat. Tarjimasi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilganda u so'z tushmasligi mumkin. Muallifning maqsadini yetkazib bera olmasligi mumkin. O'sha jihatlarni qarab asosiy birinchi o'rinda o'shaning uchun muallifning asosan maqsadini nima demoqchiligini yetkazib berish. Murod aka, mana oxirgi 5 yil ichida men o'zimni kuzatishlarim natijasida shuni sezdimki, men juda ko'p tillardan kitoblar tarjima qilinyapti. Ayniqsa masalan turk tilidan juda ko'p kitoblar tarjima qilinyapti, arab tilidan, boshqa tillardan, rus tilidan masalan juda ko'plab kitoblar tarjima qilinyapti va ularni o'qish jarayonida men bizni mentalitetga yoki bizni jamiyatimizda tushunchalarga to'g'ri kelmaydigan nimasi bo'ladi, bir ma'lumotlarni ko'p kuzatib qolganman. O'shanda bu masalada tarjimonlar bilan yoki bir kitobxonlar bilan maslahatlashganimda, fikr almashganimda bizni tarjimonlar filtr qilishi birinchi o'ringa qo'yish kerak deyishgan. Ya'ni juda ko'p kitoblarning orasidagi ma'lumotlar bizga to'g'ri kelmaydi. Uni qanaqadir biz filtr qilishimiz kerak yoki muallifdan iltimos qilishimiz kerak. Aynan biz uchun bilmadim, agar u hayot bo'lsa muallif boshqatdan yozib bersin yoki o'sha maqsadini biz boshqacharoq yetkazib beraylik degan narsa bor. Bu tarjimada qanchalik to'g'ri agar o'sha filtr qiladigan bo'lsak? Undan ham oldin turadigan narsa bor. O'qib bir xulosaga kelib olish kerak-da. Haqiqatda o'sha aytganingizdek bizani mentalitetga to'g'ri keladimi yo'qmi? Oldin shuni ko'rib chiqish kerak. Bizga nima bera oladi o'zi bu kitob? Bizga hech narsa bermaydigan, qaytinga bir buzg'unchilikka boshlaydigan kitobdir balki. Uni oldin tarjima qilishdan oldin o'ylab ko'rish kerak-da. Endi bu tarjimonga ham bog'liq. Endi tarjimon faqat maqsadi u tarjima qilib pulini olish bo'lmasligi kerak-da. Ya'ni undan ham yuksakroq maqsadlarni qo'yish kerak bab oldiga. Bu xizmat deb bilish kerak. Biz misol uchun birinchi o'rinda bu narsani, tarjimani xizmat deb bilamiz va shunga yarasha kitoblarni tarjima qilamiz. Mana Falaq nashriyoti jamoasi, shu tarjimonlar o'zimizning guruhimiz bor. Biz arabcha romanlarni ham mana yo'lga qo'ydik tarjimasini. Mana birinchisi Interestda chiqdi, sotuvga chiqdi. Yana bundan keyin kutib turibdi. Hali yana bir nechta qilganmiz, ular ham chiqib qoladi inshaalloh. Ya'ni biz oldin u kitoblarni o'rganib chiqamiz. Shunaqa arablar orasidagi mashhur kitoblar bo'lsa o'qib ko'ramiz. O'sha bizni xalqqa to'g'ri keladimi? Bizning mentalitetga, qarashlarimizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Keyin maslahat qilib ko'ramiz. Keyin o'sha to'g'ri kelganlarini keyin tarjima qilamiz. Keyin shunaqa kitoblarni yetkazishga harakat qilamiz. Ya'ni birinchi o'rinda biz oldimizga qo'ygan maqsad biza xalqimizga mos, ma'naviyatimizga, qadriyatlarimizga mos kitoblarni tarjima qilish va nimadir foyda, manfaat beradigan kitoblarni tarjima qilish shu oldimizga qo'yib qo'yganmiz asosiy maqsad qilib va qolgan boshqa o'sha tarjimonlar ham yoki nashriyotlar ham shu narsani e'tibor bersa, u keyin u kitobni o'zgartirish yo muallif bilan alohida gaplashish menimcha o'sha hojat qolmaydi deb o'ylayman. Murod aka, men ahli ilmlarimizdan ma'lumot ko'p eshitganman. Masalan, Harun ar-Rashid davrida tarjimonlarga shu darajada fokus qaratilganki, men o'yladimki, tarjimonlarning eng gullagan payti shu Harun ar-Rashid davrida bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki har qanaqa kitob tarjima qilib tashaverishgan. Ya'ni qo'llariga tushgan kitobni tarjima qilishgan va bunga imkoniyat yaratib berishgan. Hozir bizga ham shunaqa ehtiyoj bormi? Qo'pol qaytgan duch kelgan kitobni tarjima qilib olishga. Hozirgi mavzuni bu ham qisman o'sha yoritadi desak ham bo'lar.
chunki hozir deyarli o'xshash savol. Bizga baribir aytganimdek filtr kerak, chunki paytdagi odamlarning ilmiy darajasi yoki saviyasi, kitob o'qishi yuksak bo'lgan baribir. Hozir sal ozgina oqsab qolganmiz bu sohada. U qachon unaqa qilsa bo'lar, balki filtrdan umuman o'tkazmasdan tarjima qilsa bo'lar. Qachonki o'sha o'quvchi o'sha saviyaga chiqsa, ya'ni xalq o'zi filtrlay oladigan darajaga chiqsa, oqqa oqga, qorani qoraga, uni o'qib, uni fikriy anaqasi buzilib qoladigan bo'lsa, u xavfli-da baribir. Xavfli kitoblar ham bor, bunaqa fikriy jihatdan odamning fikrlashini buzadigan. Uni o'shanaqa saviyaga chiqsa, balki bo'lar. Shunda ham bilmadim. Men bu fikrga to'liq qo'shilmayman. Filtr biz bu o'qiyotgan tarjimamizdan chiqarayotgan kitoblarimizdan kimdir foyda, manfaat oladigan bo'lsa, shundan umid qilamiz bizga ham ulush kelishini, savob kelishini. U endi zarar yetadigan bo'lsa ham xuddi shu-da, uni tarjima qilgan odam shunisini ham o'ylash kerak. Ertaga o'sha tarjima qilgan kitobini orqasidan qanaqadir o'qigan odam e'tiqodiy jihatdan buzilsa yoki qanaqadir ijtimoiy muammolar atrofidagilar bilan misol uchun chiqisha olmay qolar, ota-onasi bilan kelisha olmay qolar, oiladagilari bilan er-xotin orasida qanaqadir yomonlashar munosabat. Shularni ham ulushi borib turadi endi, baribir nimadir yomon ishchi ham ulushi borib turadi endi. Ma'lum-ku endi bu narsa qilgan yaxshi ishlarimizdan ham ulush borib turadi, yo'lga qo'ygan ishlarimizdan, yomondan ham bir yomon odatni yo'lga qo'ysak, undan ham baribir ulush borib turadi. Ertaga javobi bor uni ham. O'shani o'ylash kerak baribir. Murod aka, bir savollarga keldi. Qisqa va tez javob berishingiz kerak. Farzandimizni kitobga mehrini uyg'otish uchun nima qilishimiz kerak? Farzandlarimizga ya'ni. Birinchi navbatda o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni ota-onasini kitob o'qiyotganini ko'rgan farzand albatta qiziqadi. Albatta, u ham hali yosh bola bo'lsa ham, hali o'qishni bilmasa ham qo'liga kitob olib o'sha ota-onasiga barib taqlid qilishni boshlaydi. Siz hammaga tavsiya qiladigan 3 ta kitobingiz, balki o'zingiz o'qigan va o'zingizga yoqadigan. Savol bo'ldi, juda qiyin savol bo'ldi, chunki o'zbekcha kitoblardan balki tarjima qilgan kitoblaringiz orasida ham 20 bekat desam Alloh sari. Endi farqini har xil janrda bo'lmasa aytishga harakat qilaman. O'zimizni misol uchun adabiyotdan bo'lsa, badiiy romanlardan bo'ladigan bo'lsa, ikki eshik orasini tavsiya qilaman. Tili yengilligi jihatidan, o'sha paytdagi muhitni yoritib berish jihatidan juda ajoyib yozilgan. Ya'ni Ester vaqtidagi odamlar qanaqa yashagan, qanaqa fikrlagan, urush paytida nimalar bo'lgan, bir ota-bobolarimizni qanaqa muhitda yashaganini bilib olamiz bu kitob orqali. Tili ham juda yoqadi menga, juda ajoyib yozganlar. Keyin men detektiv asarlarga qiziqaman, detektiv yo'nalishiga. Shu yo'nalishda endi bir nechta kitob o'qiganman, ayniqsa arab tilida. Shu oxirgi o'qiganlarimdan biri bor, bitta kitob. Inshaalloh bilishim bo'yicha u kitob tarjima ham qilindi. Yaqin orada chiqib qoladi. O'zbekcha nomini aytaman. Shaxmat ustidagi qotillik. Juda ajoyib kitob. Detektivlarda misol uchun faqat uni aqliy detektiv, aqliy jihatiga, topqirligiga e'tibor qaratilsa, o'qigan odam o'sha detektiv uddaburonligi, topqirligidan bir mazza, zavq olsa, bu kitobda faqat bu emas. Ya'ni faqat buni ko'rmaydi. Ya'ni detektivni uddaburonligi emasda, unda yana emotsiya ham beradi odamga. Bu kitobni o'qiganimda kechasi o'qib tugatdim-da. Kechasi o'qib tugatdim. Ta'siriga tushib qoldim-da. Kechasi bilan uyqum kelmadi. O'zimga ancha kela olmay qoldim. Ya'ni kitob ta'siriga tushib qoldim. Shunaqangi darajada menga yoqdi. Endi hammani baribir dedi har xil, lekin menga juda yoqdi. Bunaqa detektiv o'qimagandim. Qoyil qoldim muallifga. Va juda xursand bo'ldim tarjima qilinganiga. Inshaalloh kutib qolamiz. Shuni tavsiya qilaman. Yaqin kunlarda bilishim bo'yicha e'lon qilinadi. E'lon qilinadi. 3-kitob? Ko'pchiligimiz yo farzandimiz bor yoki farzandli bo'lamiz, baribir oila quramiz, tabiiyki. Shunga endi juda o'zim
foydasini, manfaatini ko'rgan bir kitob bor. Ya'ni o'zim ham tarjima qilganman. Farzand tarbiyasida 700 saboq kitobi. Buni endi birinchi qismini ustozimiz bilan Kamronbek Islom birodarimiz tarjima qilishgan. Men qolgan qismlarini men o'zim qilganman va o'zim amalda sinaganman. Ichidagi tavsiyalarni o'zim amalda farzandlarimni sinaganim uchun, foydasini ko'rganim uchun, farzand tarbiya qiladigan har bir inson uchun, har bir ota-ona uchun juda qattiq tavsiya qilib qolaman shu kitobni. Oxirgi savolga o'tamiz. Yosh tarjimonlarga nima maslahat berasiz? Yosh tarjimonlarga o'zim ham yoshman hali. Lekin men endi boshlayotganlarga menimcha desak to'g'ri bo'lsa kerak, yosh muhim emas menimcha. Ko'proq baribir o'sha ona tilimizdagi adabiyotlarni o'qishni tavsiya qilaman. Chunki so'z boyligi baribir tarjimada muhim. Tarjimada har xil o'sha rang-barang qilib tarjima qilish uchun, muallif maqsadini yetkazish uchun baribir o'zimizning badiiy kitoblarni o'qishimiz shart. Tarjimonlar har doim o'qib yurishimiz kerak deb o'ylayman. Men o'zim o'qib yuraman har doim vazifa qilib olib. Shuni tavsiya qilaman. Murod aka, endi asosiy mavzuyimizga o'tamiz. Men sizni oldin tarjima qilgan kitoblaringizni o'qigan ekanman. Lekin sizni shu kitobni tarjima qilgan inson sifatida shu yerda turgan Alloh sari 20 bekat kitobidan tanidim. Nimaga bu yoqda shu kitobda bekatlar ramz qilingan? Shu savol meni birinchi qiynagan savol. Bu yerda endi muallif o'zi muqaddimada aytganlar. Endi buni o'zi muallif kitobda aytganki, faqat kitobda men bu kitobni yozishdan maqsadim faqat nazariy bo'lib qolmasligiga harakat qildim. Nazariya bilan qolib ketmaslik, faqat ma'lumot yetkazish emas. Uni amaliniga ham chorlash. Shuning uchun har bitta bekat bo'lsa, 20 ta bekat bo'lsa, har bitta bekatda yoqilg'i degan joyi bor. Endi o'qigan bo'lsangiz, u yerda endi amalga qanaqa o'sha mana bu bekatdagi berilgan ma'lumotlarni amalga tatbiq qilishni o'rgatgan, ya'ni amaliyot. Shu ikkalasini men maqsad qildim. Faqat nazariy emas, ya'ni amaliyotda ham qo'llashga harakat qildim. Kitob shunaqa kitob bo'lishini maqsad qildim degan muallif. Endi bu yerda yana balki men o'zim fikrim ramziy bosqichma-bosqich boriladi-ku endi yo'lga birdaniga emas. Men shu bir yo'lga chiqsak baribir samolyot bo'lsin, yo poyezd bo'lsin, avtobus bo'lsin, mashina bo'lsin, baribir odatda hech bo'lmaganda o'sha yoqilg'i quyish uchun baribir to'xtaymiz qayerdadir. Ya'ni to'xtash bor, ya'ni bekatlar bor. Ketma-ketlikni balki qasd qilgan bo'lsa kerak muallif, lekin juda o'zi keng yoritmaganlar. Endi balki muallif o'zlaridan so'ralsa, yana ham kengroq ma'lumot bersalar kerak. Men Murod aka aybga buyurmaysiz, savolga shoshib qoldim. Qiziqib ketganligimdan bu. Sizni bu kitobni tarjima qilishingizga nima turtki bo'lgan o'zi? Men darrov o'qishim boshlaganimdan beri oddiy kitob emasligini his qildim. Bu oddiy kitob emas ekan, buni albatta men o'qib chiqishim kerak ekan. O'qiganimga ham ancha bo'lib qoldi. Sizga bu tarjima qilishga nima turtki bo'lgan? O'zi umuman tarjimonlarga biror bir kitobni tarjima qilishda nima turtki bo'ladi? Masalan, men shuni boshlayman va tugataman degan bir motiv. Hop, birinchi bo'lmasa umumiy motivlar haqida gapiraman, keyin shu kitobni o'zi qanaqa bo'lgani haqida aytib beraman. Endi umumiy motivlarga har xil sababli bo'lishi mumkin. Misol uchun kimdir tavsiya qilishi mumkin, shu yaxshi kitob ekan, shu tarjima qilsangiz manfaatli bo'lardi, foydali bo'lardi deb kimdir tavsiya qilgan bo'lishi mumkin. Yoki tarjimonni o'zi o'qib chiqqan bo'lishi mumkin, o'zi o'qib chiqib yoqtirgan kitob bo'lsa, shuni keyin tarjimasiga kirishgan bo'lishi mumkin. Endi bizda ko'p nashriyotimizda shunaqa bo'ladi, o'zi o'qib chiqib baho berib, yaxshi deb baho berilgan kitob tarjima qiladi o'sha odam o'zi odatda. Yoki endi har xil boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Endi bizdagi asosan sabablar shu. Endi bu aynan Alloh sari 20 bekatda sabab tarjima qilishimga sabab ustoz G'iyosiddin Habibulloh domlamiz da bor ekan bu kitob. Tavsiya so'ragandim qaysi kitobni tarjima qilish haqida. Shuni ko'z ostilariga olib qo'ygan ekanlar shu kitobni. Va menga ham berdilar keyin. Shuni bir ko'rib o'qing shu kitobni. Yaxshi bo'lsa, yaxshi desangiz shuni qiling dedilar. Shundan keyin o'qib chiqsam, yoqdi menga, juda zo'r kitob ekan, juda ajoyib. Keyin shu bilan boshlanib ketdi tarjima. Shu ustoz sababchi bo'ldilar aynan bu kitobga.
Men kitobda ahamiyat bergan narsam bekatlardan bekatlarga o'tish. Ba'zida masalan nimasi bo'ladi, ruhiyatingiz keyingi bekatga o'tishda qiynaladi. Sizda bu qanaqa bo'lgan aynan tarjima qilish jarayonida bekatdan o'sha bekatga o'tish? Endi qaysidir mavzularda yoki qaysidir joylarida endi yurakka tegadigan joylar bo'ladi-ku. Shunaqa joylarda albatta endi ko'zda yosh bilan ham balki qilarmiz. Aynan bu kitob yo qaysidir joyi haqida gapirmayman, umumiy aytaman. Shunaqa yurakka tegadigan joylarda bir boshqacha bo'lib o'tamiz yoki o'zimizni xato kamchiliklarimiz shunda ko'rsatilgan bo'lsa, baribir bir seskanib, bir yurak titrab o'tadi. Endi bunda ham, bu kitobda ham deyarli o'zi har bir mavzusi shunaqa ajoyib mavzularni o'zi muallif tanlagan. Deyarli har birida bir o'zimizni kamchiliklarni ko'rib tarjima qilishda davom etganmiz. Har bitta bekatda o'zimizga yarasha xato kamchiliklarimiz, anaqalarimiz ko'p. Hali ham o'zim ham bu kitobga hali to'liq amal qildim deya olmayman. Albatta hali ham ustimizda ishlashimiz kerak. Xo'p, Murod aka, nima deb o'ylaysiz? Hozir bizning jamiyatimiz yoki yosh umuman avlod yoki umuman hozir yosh tabaqa yoki umuman bizni jamiyat deb oladigan bo'lsak, bu kitobdan misol qiladigan bo'lsa, qaysi bekatga biz juda bir muhtojmiz yoki nimasi bo'ladi bu? Ko'proq biz to'xtab qoldik qaysidir bekatda, nima deb o'ylaysiz? Juda ajoyib savol. Endi bir jihatdan qiyin ham bu savol, chunki bu yerdagi hozir 20 bekatda har bitta mavzusida o'zimizga yarasha aytganimdek kamchiliklarimiz yetarlichadir. Aynan bittasini ko'rsatish qiyin. Ba'zi o'qigan odam o'zi qaysi jihatdan ko'proq oqsayotganini ko'rib o'sha jihatiga urg'u berishi mumkin, lekin umumlashtirish qiyin baribir aynan bittasiga. Chunki hammasida deyarli hali zo'r bo'lib ketdik deb ayta olmayman. Hamma bekatga muhtojmiz baribir bu yerda. Qaysidirlarini balki qisman qilayotgan bo'lishimiz mumkindir, lekin hammasini baribir to'liq bir singdirib hali go'zal bir mukammal holatga keltirmaganmiz. Qo'shimcha savol bersam-da, bekatlar mana shu 20 ta bekat bir-biriga qanchalik bog'liq va o'quvchi masalan deylik 18-bekatdan 19-bekatni tashab ketib 20-bekatga o'ta oladimi? Mana shunaqa bir orada tashab ketib boshqa bekatlarga o'ta oladimi? Agar o'tsa, u qanaqa xatolikka yo'l qo'ygan bo'ladi yoki bir xato qilmagan bo'ladimi? Yoki umuman bekatlar bir-biriga qanchalik nimasi bo'ladi, bir ketma-ketligi bo'lishi kerak. Nima deb o'ylaysiz? Ketma-ketligi qanchalik zarur demoqchisiz? Buni endi ketma-ketligi haqida gapiradigan bo'lsak, endi albatta bu birinchi navbatda muallif shu ketma-ketligini tanlaganlar. Buni ham bir hikmati bo'lsa kerak. Va ajoyib tanlangan baribir ketma-ketligi o'sha navbat. Lekin endi alohida shunaqa qaysidir bekatda o'qisa bo'ladimi o'zi? Qaysidirini tashab desa, bo'ladi deb ayta olmayman. Chunki qaysi bekatda o'qisa ham odam baribir manfaat oladi. Nimadir oladi. Foyda olmasdan qolmaydi-da, foyda oladi baribir. Lekin baribir jipslikda, uni ketma-ketlikda bo'lsa, yana ham ko'proq foyda olish mumkin, yana ham ko'proq manfaat olish mumkin. Baribir afzali endi ketma-ketlikda navbati bilan o'qigan afzal, chunki muallif bekorga bunaqa ketma-ketlikni tanlamagan. Lekin juda muhim, juda zarur, mana birinchi bu bekatda, misol uchun ikkinchi bekatda o'qimasdan turib 3 ga o'tib bo'lmaydi deb aytib bo'lmaydi. O'tsa bo'ladi, o'qigan odam manfaat oladi. Lekin baribir ketma-ketligiga amal qilgan yaxshi, afzalroq. Men o'zim bu kitobni o'qish jarayonida kitobni universal deb his qildim, ya'ni hammaga zarur bo'lgan masalalarni ko'targan deb bildim. Lekin sizni ham fikringizni bildirmoqchiman. Men o'ylashim bo'yicha hamma kitobning o'zining auditoriyasi bor-da. Ya'ni muayyan bir muallif muayyan bitta auditoriyaga murojaat qilayotgan bo'ladi. Agar siz u auditoriyaga nimasi bo'ladi, bir u auditoriyaning odami bo'lmasangiz, u kitobni o'qimaganingiz yaxshi deb o'ylayman men. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu kitobning auditoriyasi kimlar va bu kitobga kimlar muhtojroq? Ya'ni kimlar bu kitobga, ya'ni bir malham o'rnini bosadi bu kitob, ya'ni kimlarga? Endi Allohga yana ham bir yaqin bo'laman. Yana ham yaqinlashaman, ya'ni yaxshi amallarimni ko'paytiraman degan odamga ko'proq baribir malham bo'la oladi.
zarurroq deb o'ylayman. Endi aslini olganda har birimiz o'zini musulmon deb bilgan har bir odamga kerak, albatta manfaat oladi bu kitob o'qigan odam. Lekin bu muallif uslubi shunaqangi yengilki, endi shu aytganingizdek universalki, ayniqsa boshlovchi shu bir ko'nglida bo'shliq his qilayotgan odam bo'lsa yoki endi mana shunaqa yo'nalishdagi kitoblarga qiziq boshlamoqchi bo'lib turgan odam bo'lsa, juda ajoyib ularga juda ham mos tushadi deb o'ylayman. Chunki tili juda ham yengil, ma'lumotlar juda ham zo'r yetkazilgan. Lekin baribir hammamiz muhtojmiz. Tarjimani gapirmasa bo'ladi. Hammamiz muhtojmiz. Tarjimona ham muallif o'zi ham hatto har bir odam baribir muhtoj. Kuzatib turaman-da o'quvchilarning fikri endi izohlarda har xil Instagram bo'lsin yoki Telegram bo'lsin. O'shanda bir izohga ta'rifga ko'zim tushganda juda mos tushgandi shu kitobga. Bu kitobni har oy bir marta bo'lsa ham bir o'qib chiqish kerak degan izohni o'qigandim. Juda yoqqandi haqiqatda. Chunki baribir har bittasini do'ndirib qo'yamiz deb aytish qiyin-da. Buni eslab har oy misol uchun o'qib bir eslab olib yana esdan chiqqan bo'lsa, amalda yana davom etsa, yana ham juda ajoyib kitob. Yengillik jihatidan boshqadan shunga mos. Murod aka, nima deb o'ylaysiz? Men shunaqa savollar bera olmayman, fikr bermaysiz. O'zimga qiziq bo'lgan savollar. O'zimga to'g'rilab bera olmayman savollarni. Chunki haqiqatan ham tarjima qilgan odam bilan gaplashish, suhbatlashish men niyatim bor edi. Bu asarni, ya'ni bu kitobni o'qigan odam nima yutadi va o'qimagan odam nima yutqazadi? Men qisman buni javobini bilaman, lekin sizni tarjimon sifatida fikringizni bilmoqchiman. Endi o'qigan odam albatta manfaat oladi. Ya'ni ham Allohga qanaqa yo'llar bilan yaqinlashish mumkinligini o'rganadi birinchi navbatda va o'zidagi xatolarni ko'radi. O'zini musulmon deb bilgan odam va o'zidagi qaysi jihatlarda xatoga yo'l qo'yayotganini yoki kamchiligiga yo'l qo'yayotganini ko'radi va bu bilan aytish mumkinki, har bir shu o'zini musulmon deb bilgan odam bu kitobni o'qidimi manfaat oladi. Ya'ni o'qimagan nima yutqazadi? Shu narsalarni yutqazadi-da endi. Nima deymiz endi? O'qimagan odam balki lekin bir xillar bundan ham bu kitobdagi ichidagi ma'lumotlardan ham ko'proq bilimga egadir. Ularga balki hech narsa yutqazmas. Lekin hali juda unaqa chuqur bilimga ega bo'lmagan inson bo'lsa, ayniqsa ko'p narsa yutqazadi deb o'ylayman. Murod aka, men bu kitobni bir safar o'rnida tushundim. Ya'ni bu kitobni o'qish boshlar ekan inson bir safarga chiqadi, o'sha siz aytganingizdek yuqorida bekatlarda to'xtab, ya'ni safarni davom ettiradi. Bu safardagi eng muhim jihatlar qaysi va har bir savol, ya'ni qo'shimcha savol ham beraman. Har bir safarda o'zini bir ruhi bo'ladi, ya'ni bir o'zini kayfiyati bo'ladi. Bu safarning kayfiyati, ruhi qanaqa bo'ladi? Muallif shu aytganimdek muqaddimada o'zi maqsadini yoritib o'tgan, bu kitobni yozishdan nimani ko'zlaganini. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bu kitobning ruhi yoki aynan bu safar ruhi nima desa, amal deb aytgan bo'lardim. Menimcha shu mosroq tushadi deb o'ylayman. Chunki ruh duosiz, mana ruh nima desak, ruh tanamizdagi bir jon bo'lsa, bu mana shu ruh bo'lsa tanamizda qachonki shu jismimiz, tanamiz ishlaydi, ya'ni foyda beradi, manfaat beradi. Agar bu ruh bo'lmasa, bir chiriydigan bir noxush narsaga aylanadi, chirib yo'q bo'lib ketadigan jismga aylanadi. Yo'q bo'lib ketadi, chirib yer tagida. Agar ruh bo'lmasa. Ya'ni bu kitobni o'zini agar ichidagi ma'lumotlarni o'zini jism deb oladigan bo'lsak, o'sha inson tanasiga o'xshatadigan bo'lsak, uni ruhi amal. Uni ichidagi narsalarni, o'qigan narsalarimizni amaliyotga tatbiq qilmasak, baribir u shunday jismligicha, ruhsiz tanaligicha qolib ketaveradi. Shuning uchun shu jihatdan kelib chiqib turib, menimcha bu kitob bu ruhi amal degan bo'lardi. So'nggi savollarimni ham sekin beraveraman unda. Yuqorida savol bermoqchi edim, uni bermay qo'yavering dedingiz. Lekin shunga yaqin savol beraman baribir. Bu kitob tarjima qilganingizga qancha bo'lib qolgan shakl? Taxminan
bir 2 yilcha bo'lib qolgandir. Bundan menimcha 2 yildan oshdida. Keyin- Hechmisam 2 yil. Esla olasizmi bu kitobni tarjima qilayotganingizda sizga bir qanaqadir ta'sir qilgan, balki yig'latgan bir joyi bo'lgandir. Balki qanaqadir haqiqatan sizga tekkan joyi bo'lgandir. Va eng men o'zim uchun ham muhim bo'lgan savollardan bittasi bu. Men bu kitobni bilmadim bir 17-bekatida to'xtab qoldim yoki 17-bekatda bir qanaqadir yuribman hali ham deb o'yladim. Siz qaysi bekatdasiz? Aynan tarjimon sifatida. Ta'sir qilgan joyi desak, unaqa joylari bo'lgan. Maxfiy amal haqida bir bekat bor, adashmasam 3-yo 4-chi, mana 3-bekat bo'lsa kerak. Ya'ni faqat Alloh bilan o'sha banda orasidagi bo'ladigan amal, yashirin amal. Ya'ni boshqalarga ko'rsatmasdan yashirib qilinadigan amal haqida mavzu bor. O'sha mavzuda bir hikoya keltirilgan, ya'ni bir yosh qizni hikoyasi keltirilgan. Endi qanaqaligini, nimaligini aytmayman. O'qiganlar menimcha meni tushunishdi, o'qimaganlar Izohlarda yozib ketasiz ya'ni. o'qimaganlar endi menimcha bir o'qib fikrligini bildirsa yana ham zo'r bo'ladi. O'sha maxfiy amal mavzusida 3-bekat edi, adashmasam. O'sha bir 22 yosh edi, adashmasam, yo 23 mida. Shu yosh qiz, xullas yosh qiz haqidagi hikoya. Oxir u qiz jon taslim qilgan bo'ladi, yana ham yaqinlashtiraman. Mana shu hikoyani o'qiganimda haqiqatan bir yuragim jizillagandi, bir titragandim, bir ko'zimga balki yosh qalqigandir, hozir uni aniq eslolmayman. Lekin yuragim bir titragani o'sha paytda esimda qolgan shu hikoyada. Shuni ayta olaman. Hop, keyingi savolingiz qaysi bekatda to'xtagansiz deganingiz ham juda qiyin savol. Chunki hech aytganimdek bu 20 bekat bo'lsa, o'sha 20 bekatda hammasini qotirib qo'ydim deb aytolmayman. Hech qaysi mukammal darajada emas hali. Endi to'xtab qolish desa bo'ladimi yo o'shanda hali ham o'zimni ustimda ishlashga qiynalaman desa to'g'ri bo'ladimi bilmadim. Endi u ham bittasini tanlash qiyin, lekin agar tanlash kerak bo'lsa, menimcha 4-bekatda aytgan bo'lardim. 4-bekatda hech qiynaladigan jihat, amalga tatbiq qilishga qiynaladigan bekatlarimdan bittasi, ya'ni xushu mavzusi. Bitta endi yana aytganimdek kitobxonlar o'zi bilishadi, kitob nima nazarda tutayotganimni. Qolganlarga tavsiya endi o'qib ko'rishsin. Siz haqiqatan ham kitob juda bir qaysidir ma'noda o'zingizni qayta tarbiyalashingizga undaydigan kitob sifatida ko'rganman buni. Lekin menda bir shunaqa bir odat bor. Biror bir kitobni yaxshi ko'rib o'qisam, haqiqatan qiziqib o'qisam, tugashini xohlamayman shu kitobni, ya'ni. Tugab qolsa darrov qanaqadir bir narsani yo'qotib qo'ygandek his qilasiz-ku o'zingizni. Tarjima jarayonida bu qanaqa bo'ladi? Va bu meni so'nggi savolim, oxirgi savolim. Kitob tarjimasida yakunlanayotganda u qanaqa emotsiyalar bo'ladi? Ya'ni Xudoga shukr qutuldim bo'ladimi yoki bir qanaqadir boshqacha bir hissiyotlar bo'ladimi? Endi menda ko'p uchraydigan holat, albatta xursand bo'lamiz. Chunki mehnatimizni oxiri yetganini ko'ramizda endi. Natijasiga yana yaqinlashamiz. Birinchi bo'ladigan asosiy his, siz aytganingizdek faqat qutulganimga emas, ya'ni shu ishni shu sharaf bilan sharaflanganimdan xursand bo'laman. Birinchi yakunladim. Xursandchilik, shukr. Allohga hamd aytaman. Alloh o'zingga hamd bo'lsin. Shu ishni menga nasib qilding, shu kitobni tarjima qilish menga nasib qilding. O'zingga hamd bo'lsin deb shu hamd anaqasi menda omili katta bo'ladi. Endi keyingi yana qolgan kitoblarga motivatsiya ham bo'ladi albatta. Yana endi oldimizda hali qancha kitob turibdi, ularni qilishimiz kerak, davom etishimiz kerak. Bu bosqichimiz, bu yo'limiz, bu safarimiz tugadi deb turib yana davom etib ketamiz. Endi asosiy agar savolni o'sha aytadigan nuqtamiz albatta hamd. Birinchi o'rinda hamd. Bu endi yana chiqqanda, bu hali bosmadan chiqqanda xalqimiz orasida tarqalgandan keyin yana ham bir boshqacha u his-tuyg'ular qalbimizni chulg'iydi. Yana bu paytda yana hamd aytamiz, xursand bo'lamiz.
o'sha manfaati kimgadir manfaati yetib o'shani savobidan umid qilamiz. U keyin yana keyingi etapida, keyingi bosqichida o'quvchilar kitobni o'qib yaxshi fikrlarni bildirishgan bo'lsa, yo manfaat olishganini yozishgan bo'lsa, shuni ko'rib yana ham bir boshimiz ko'kka yetadi. Allohga hamd aytamiz yana. Suhbat uchun ham kattakon rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Suhbat uchun ham men Allohga hamd aytaman. Chunki juda xohlagandim bu suhbatni. Tashrif uchun kattakon rahmat. Keyingi kitoblar tarjimasida ham xudo xolisa yana suhbatlashamiz. Inshaalloh. Ishingizda, umuman faoliyatingizda barakalarni, vaqtingizga, fayzni nima bo'ladi? Eng yaxshi kitoblarni tarjima qilishingizda to'xtamasligingizni iltimos qilib qolamiz kitobxonlar sifatida. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham kattakon. Charchamayman.